Hayit dasturxoningiz uchun eng mazali chakchakni barcha sira-so'rolar bilan bugun sizga o'rgatamiz. 3 ta tuxumga 3 ta tuxum sarig'i solib, bir chimdim tuz bilan aralashtirib olamiz. 3 qoshiq shakar, 400-450 gramm un solib, qo'lga ozroq yopishadigan xamir qorib olamiz. Biroz dam berib, zuvolacha qilganimizdan so'ng o'rtacha qalinlikda yoyamiz. O'simlik yog'i surtib, ikkiga buklab olamiz va biroz quritishga olib qo'yamiz. Endi 9 sm, bu esa bir barmoq qalinligida kesib olamiz. O'rtacha olovda oz-ozdan solib aralashtirib turib pishirib olamiz. Endi esa navbat qiyomiga. Qiyomi uchun 500 gramm shakarga 250 gramm suv solib 5-7 daqiqa qaynatamiz. Qo'l bilan tekshirganda yopishqoq, chiziluvchan bo'lishi kerak. So'ng 350 gramm asal solamiz va qiyomimizni tayyorlab olamiz. Qiyomimiz tayyor bo'lgandan so'ng chakchaklarimizni ustiga solib aralashtirib olamiz. Chiroyli qilib bezab dasturxonga tortamiz.